qarab tur, qochib ketmasin. Mamga qarab tur. Samolyot, samolyot. Deydi, samolyot. Qani, qochib ketmasin. Tishingni ko'rsatchi. Iyiqi. Voy, zo'r ekan tishing. Qani tiling ham bormi? Tilingni ham ko'rsatchi. Tiling ko'rsat. Voy, barakalla, zo'r ekan. Oo, ana shapkasi ham bor ekan bu bolani. Qani qo'lingni kuchini ko'raylikchi. Qani, tok 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 tok. Kim keldi? Eshikni ochamiz. Kim keldi? Eshikni ochamiz. Sen zo'r bola ekansan-da. Oti nima bu yigitni? Davlatbek. Necha yoshda Davlatbek? 6 yosh. Nima shikoyatlari bor? Faqat nuqtadanmi shikoyat? Nuqtadan. Ko'zi tepaga ketib qolyapti. Ko'zini o'rtaga qitib undan gapirayapti-da. Necha kun davom etyapti? Bir taqalyapti. Necha marta bo'lyapti bu kunda? Bo'ldi. Bundan qattiq ko'proq qilyapti, ko'zi onda-senda qilyapti. Hozir nechta so'zi bor? Qarang, hamma so'zni aytadi. Bu nima desan, sariq, oq, hamma so'zlarni aytadi, faqat jamlab aytolmaydi. Qo'shib gapiravermaydi, so'z-so'zi. Ana, yana qarab qilyapti. Qachon boshlanibdi ekan bu? Bir hafta bo'ldi. Yo'q, bu hozirgi qilig'i epilepsiya emas. Ko'zini ketishmi? Xavotir olyapman. Bir soatli yig'laylik mana bunaqa, ko'rib aytaveradi. Xo'p. Yaxshi tushundim. Sizlarda davolangan nimalari?